Uyingizda salbiy va og'ir energiya yig'ilib qolganini qattan bilsangiz bo'ladi. Agar xonadoningizda quyidagi belgilar ko'p kuzatilsa, demak uyingizni zudlik bilan energetik tozalashingiz kerak. Birinchisi, uyga kirishingiz bilan kayfiyatingiz tushib, sababsiz asabiylashaverasiz. Ikkinchisi, uyda gullar sababsiz qurib qolaveradi. Uchinchisi, idish-tovoqlar ko'p sinadi yoki texnikalaringiz tez-tez buziladi. To'rtinchisi, doim uxlashni xohlaysiz-u, lekin hech qachon uyquga to'ymaysiz. Xuddi bir ish qilgandek charchab uyg'onasiz. Beshinchisi, xonadoningizda baraka yo'qolgandek, qancha pul topsangiz ham ko'zingizga ko'rinmaydi, mayda-chuyda narsalarga ketib qolaveradi. Oltinchisi, oilada sababsiz o'zaro janjallar, tushunarsiz kelishmovchiliklar ko'payadi va yaqinlaringiz ko'zingizga yomon ko'rina boshlaydi. Lekin to'xtang, bularning hammasini o'zgartirish va uyingizga yana shinamlik va fayz hamda ijobiy energiyani qaytarish o'z qo'lingizda. Buning uchun shunchaki uyingizdagi eski xizmatingizni qilmaydigan texnikalaringizni Premierning zamonaviy va ishonchli maishiy texnikalariga almashtiring. Sifatli va chiroyli maishiy texnika nafaqat ishingizni yengillashtiradi, balki kayfiyatingiz va uyingiz energiyasini ham butunlay ko'taradi.